boshqa narsalarni biz xalqlarga zolimliklarni sabab ham deb o'ylaganman. Bugun yig'ilishimiz asosiy maqsad hozir bunda xalqlarga ko'radigan imkoniyatlar va xalqlarga chiqaradigan to'g'risida ma'lumot olamiz. Xalqlarga imkoniyatlardan avvalambor bizda xazna ilovasini aytishimiz mumkin. Hindiston shtatlarida xazna ilovasi, Inglizchada xazna biznes ilovasi. Xazna ilovasi hozirgi bank ilovalaridan juda anchagina ilg'or yaratilgan. Ya'ni bu identifikatsiya tizimi xavfsizligi imkoniyatlari bo'yicha xazna biznes ilovasi xuddi shunday banklik mijozlariga bo'lgan imkoniyatlarni yana ham oshiradi. Mazkur ilovalar orqali to'g'ri bank kreditlarini rasmiylashtirish mumkin, banklarni to'lash mumkin va kamlar va boshqa to'lovlar, telefon to'lovlar boshqalarda oldindan to'lash mumkin. Hozir bu ilovalarni yanada rivojlantirib, mana shu yuqoridagi aholini talab istaklarini kelib chiqib rivojlantirish bo'yicha ko'rsatmalar berilyapti. Hozir bunda bizda anchagina bu bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Keyinchalik bu ilovalardan kelayotgan valyuta operatsiyalari to'g'ri amalga oshiriladi. Valyuta operatsiyalari chegaralar o'tkazilyapti.